eski pasport bilan yurganlar diqqat bilan eshiting. 2 iyuldan keyin ko'p joyda hujjat masalasi avvalgidek keyinroq qilaman deb chetga surib qo'yiladigan ish bo'lmay qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak, qayerga boriladi va eng muhimi, qanday xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz. Chetda ishlayotgan farzandingiz yoki mahalladagi yoshi katta insonlar eski pasport bilan yurgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu gapni albatta yaqinlaringizga yetkazing. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p odamlar eski namunadagi pasporti qo'lida bo'lsa, uning muddati tugamagandek ko'rinayotgan bo'lsa yoki ichida ro'yxatdan o'tgan joyi. Nikoh farzandlar haqidagi yozuvlar bo'lsa, menda hujjat bor-ku nimaga almashtiraman deb yurardi. Bankka boradi, notariusga boradi, telefon raqam rasmiylashtiradi, kommunal to'lov, pensiya, nafaqa, meros oldi-sotdi. Chetga chiqish, ishga kirish kabi ishlarni qilishda eski pasportni ko'rsatadi. Ba'zi joylarda qabul qilishgan, ba'zi joylarda esa ID karta qiling deb qaytarishgan. Shu sababli odamlar orasida chalkashlik paydo bo'lgan. Biri hali vaqt bor deydi, biri jarima bo'ladi deydi, yana biri umuman o'tmaydi deydi. Endi nima o'zgaryapti? 12 iyul sanasi atrofida eng muhim masala shuki, eski pasport bilan yurayotganlar uchun amaliy hayotdagi cheklovlar ko'payadi. Ya'ni gap faqat hujjatni chiroyliroq plastik kartaga almashtirish haqida emas. Gap sizning shaxsingizni tasdiqlash davlat xizmatlaridan foydalanish. Bankdagi pulingizga erkin kira olish, notarial harakatlarni bajara olish, farzandingiz hujjatini rasmiylashtirish, uy-joy, meros, pensiya, subsidiya va boshqa masalalarni kechiktirmasdan hal qilish haqida ketmoqda. Hujjat tizimi raqamlashtirilgani sari eski pasportdagi ma'lumotlar bilan yangi elektron bazalardagi ma'lumotlar o'rtasida moslik talab qilinadi. Agar moslik bo'lmasa, oddiy ish ham bir necha kunga cho'zilishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani ta'kidlayman. Vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Agar sizda eski pasport bo'lsa, uni tortmaga solib qo'yib, bir kun bo'shasam boraman deb yurish xavfli. Chunki oxirgi kunlarda navbat ko'payadi. Tizim band bo'ladi. Ayrim hujjatlaringizda xato chiqib qolishi mumkin. Ro'yxat manzilingiz eski bo'lishi mumkin. Yoki familiya, ism. Otasining ismi boshqa hujjatlarda turlicha yozilgan bo'lishi mumkin. Bularning hammasi vaqt oladi. Birinchi navbatda eski namunadagi pasporti bor odamlar o'z holatini tekshirishi kerak. Men buni 3 guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh eski pasporti bor, lekin kundalik hayotda hujjat ishlatadiganlar. Masalan, siz bankdan kredit olmoqchisiz, omonat ochmoqchisiz, plastik kartangizni tiklamoqchisiz yoki mobil ilova orqali identifikatsiyadan o'tmoqchisiz. Bank xodimi sizdan shaxsingizni tasdiqlovchi amaldagi hujjat so'raydi. Eski pasportdagi ma'lumot elektron tizimda to'liq tasdiqlanmasa, sizdan ID karta talab qilinishi mumkin. Natijada 10 daqiqalik ish bir necha kunga cho'ziladi. Aytaylik, sizga 11 million so'm kredit kerak, u pulni ertaga to'lovga berishingiz kerak. Hujjat masalasi sabab kechiksangiz, faqat kredit, balki oldi berdi. Jarima yoki shartnoma ham muammo bo'ladi. Ikkinchi guruh yoshi katta fuqarolar, pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Ko'pincha aynan shu insonlar mening pasportim bor, pensiyam tushyapti, menga nima bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, tibbiyot muassasasi yoki ijtimoiy himoya idoralari ma'lumotni yangilashni so'rashi mumkin. Masalan, 68 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati tugaydi. Yangisini olish uchun bankka boradi. Bank esa hujjatingizni yangilang, keyin karta beramiz desa, otaxon bir kun emas, bir necha kun ovora bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday insonlarga farzandlari, qo'shnilari, mahalla faollari yordam berishi kerak. 3-guruh hujjati bor, lekin chetda yurgan yoki boshqa viloyatda ishlayotganlar. Masalan, siz Toshkentda ishlaysiz, doimiy ro'yxatingiz esa Farg'ona. Qashqadaryo yoki Xorazmda eski pasportingizni almashtirish uchun qayerga borish, qanday navbat olish, qaysi ma'lumotlar kerakligini oldindan aniqlamasangiz, ishdan ruxsat olib borib, yana qaytishingizga to'g'ri keladi. Yana bir misol, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki Koreyada ishlayotgan fuqarolar eski pasport masalasini konsullik orqali aniqlashtirmasa, keyin qaytish, chipta olish, ro'yxatdan o'tish yoki hujjat uzaytirishda qiynalishi mumkin.
Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizda allaqachon ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, tug'ilgan sanangiz, familiyangiz, ro'yxat manzilingiz va oilaviy holatingiz bazalarida mos bo'lsa, siz uchun katta muammo yo'q. Lekin baribir hujjatingizning amal qilish muddatini tekshirib qo'ying. ID karta borligi hamma masala avtomatik hal bo'ldi degani emas. Agar siz yaqinda nikohdan o'tgan bo'lsangiz, familiya o'zgargan bo'lsa, ajrashgan bo'lsangiz, farzandingiz tug'ilgan bo'lsa, doimiy yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar tizimda to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Men ko'p uchratadigan real holat. Odamning pasportida Muhammad Ali deb yozilgan, bank tizimida Muhammad Ali. Tug'ilganlik guvohnomasida esa Muhammad Ali shahrida turadi. Bir qarashda mayda farqdek ko'rinadi. Lekin elektron tizim buni boshqa yozuv deb qabul qilishi mumkin. Notarius uy oldi sotida bunday farqni ko'rsa, hujjatni to'xtatadi. Bank pul o'tkazmasini ushlab turishi mumkin. Davlat xizmati arzani qaytarishi mumkin. Shuning uchun ID karta olish jarayoni faqat plastik hujjat olish emas, balki ma'lumotlarni tozalash va yangilash imkoniyati hamdir. Yana bir misol, fuqaro eski pasport bilan 2011 yilda doimiy ro'yxatdan o'tgan. Keyin boshqa uyga ko'chgan, lekin rasmiy ro'yxatni yangilamagan. Endi u subsidiya olish uchun ariza beradi. Tizim yashash manzilini eski ko'rsatadi. Mahalla tasdiqlay olmaydi, ariza cho'ziladi. Odam esa men hujjat topshirdim. Nega javob kelmayapti deb o'ylaydi. Aslida ildizdagi muammo eski yoki mos kelmaydigan ma'lumotda bo'ladi. Endi istisnolar haqida gapiraman. Har bir insonning holati bir xil emas. Ba'zi fuqarolarda eski pasport bo'lsa ham uni almashtirish tartibi oddiy kechadi. Ba'zilarda esa qo'shimcha hujjat aniqlashtirish yoki idoralararo tekshiruv kerak bo'ladi. Ayniqsa familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bo'yicha xato bo'lgan, eski pasport yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan yoki ichidagi sahifalar shikastlangan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Birinchi tuzoq muddati tugamagan bo'lsa, almashtirmasam ham bo'ladi degan fikr. Amaliyotda ayrim joylar eski pasportni qabul qilishi mumkin. Ayrim joylar esa qabul qilmaydi. Sizga bugun bir idorada o'tgan hujjat ertaga boshqa idorada o'tmasligi mumkin. Chunki idoralarning ichki talablari elektron tasdiqlash tartibi va xizmat turi farq qiladi. Masalan, oddiy ma'lumotnoma olishda muammo bo'lmasligi mumkin, lekin notarial shartnomada, bank operatsiyasida yoki chet elga chiqish bilan bog'liq masalada talab qat'iyroq bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, men mahalladan ma'lumotnoma olsam yetadi degan fikr. Mahalla ma'lumotnomasi yordamchi hujjat bo'lishi mumkin, lekin shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat o'rnini bosmaydi. ID karta yoki amaldagi pasport kerak bo'ladigan joyda mahalla ma'lumotnomasi sizni to'liq qutqarmaydi. Shuning uchun asosiy hujjatni hal qilmasdan turib, boshqa qog'ozlar bilan muammoni yopaman deb o'ylamang. Uchinchi tuzoq, hujjatdagi ism familiya yozilishi. Lotin va kiril yozuvidagi farqlar, apostrof, bo'sh joy, ova harflari, otasining ismidagi qo'shimchalar ko'p muammo tug'diradi. Masalan, pasportda G'ulomov bo'lsa, bir bazada G'ulomov bo'lishi mumkin. Bu oddiy imlo masalasi emas, bu mulk, meros, bank, sud, aliment, nafaqa. Diplom va mehnat staji bilan bog'liq hujjatlarda jiddiy oqibat beradi. Men tavsiya qilaman, ID karta olgani borganingizda xodimdan ma'lumotlar ekranda qanday turganini diqqat bilan tekshirib berishini so'rang. O'zingiz ham ism, familiya, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, JSHSH raqami, manzil va jins ma'lumotini ko'rib chiqing. To'rtinchi tuzoq, eski pasport yo'qolgan bo'lsa jim yurish. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, uni oddiygina uyda topilmayapti deb qo'yish xavfli. Yo'qolgan hujjat bilan firibgarlik, kredit, sim karta, shartnoma yoki boshqa harakatlar qilishga urinish holatlari uchrab turadi. Shuning uchun yo'qolganini darhol vakolatli organlarga ma'lum qilish, belgilangan tartibda ariza berish va yangi hujjat olish kerak. Bu yerda vaqt juda muhim. 5-nozik nuqta, bolalar va oila a'zolari hujjatlari. Ko'p ota-onalar o'z pasportini yangilaydi, lekin farzandining tug'ilganlik guvohnomasi, ro'yxati yoki chetga chiqish hujjatini tekshirmaydi. Keyin maktab, bog'cha, tibbiyot, nafaqa, aliment yoki chetga chiqish paytida muammo chiqadi. Agar ota yoki onaning familiyasi o'zgargan bo'lsa, farzand hujjatlarida ham bog'liqlik to'g'ri ko'rinishi kerak. Aks holda bu bola sizniki ekanini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat olib keling deyishlari mumkin. 6-nozik nuqta, uy joy va meros ishlari. Agar eski pasport bilan uy sotmoqchi bo'lsangiz, meros rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz yoki yaqin qarindoshingiz nomidagi mulkni tartibga keltirmoqchi bo'lsangiz,
notarius shaxs ma'lumotlarini juda sinchiklab tekshiradi. Bitta harf farq ham shartnomani to'xtatishi mumkin. Masalan, kadastr hujjati egasi Karimov Abdulla bo'lib, pasportda Karimov Abdullo deb yozilgan bo'lsa, oldin ma'lumotni to'g'rilash talab qilinadi. Bu esa kunlar, ba'zida haftalar oladi. Shuning uchun katta moliyaviy ishni boshlashdan oldin hujjatni yangilang. 7-nuqta chet elga chiqish. ID karta ishga foydalanish uchun qulay hujjat. Lekin chetga chiqish uchun biometrik xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladigan holatlar bor. Shuning uchun odamlar ID karta oldim, endi istagan davlatga chiqaman deb o'ylamasin. Ikki hujjat va xorijga chiqish hujjati vazifasi farq qiladi. Agar siz 12 yildan keyin safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, chipta olishdan oldin hujjatlaringiz turini, amal qilish muddatini va boradigan davlatingiz talabini tekshiring. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, hujjatingizni qo'lingizga oling va holatini tekshiring. Eski namunadagi pasportmi, ID kartami, amal qilish muddati qachongacha, sahifalari butunmi, ichidagi ma'lumotlar o'qiladimi, familiya va ism boshqa hujjatlar bilan mosmi. Buni bugun qiling, ertaga emas, dam olish kuni emas, aynan bugun. Ikkinchi qadam, yaqinlaringizni tekshiring. Uyda ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz, turmush o'rtog'ingiz, voyaga yetgan farzandingiz, boshqa viloyatda ishlayotgan qarindoshingiz bo'lsa, ulardan hujjatingiz qanday deb so'rang. Ko'p yosh katta insonlar bu yangiliklarni kuzatmaydi. Ular televizor ko'rmasa, internetdan foydalanmasa, navbat, ariza to'lov, elektron xizmat degan narsalarda qiynaladi. Ularga yordam berish kerak. Bu oddiy yordam emas, ularning pensiyasi, davolanishi, bankdagi puli va mulk ishlarini himoya qilishdir. 3-qadam. Davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilish tartibini aniqlang. Hududingizda qaysi bo'lim qabul qiladi? Oldindan navbat olish kerakmi? Ish vaqti qanday? Davlat boji qancha? Fotosurat o'sha joyda olinadimi yoki alohida kerakmi? Bularni telefon orqali yoki rasmiy manbadan tekshirib oling. Men doim aytaman, idoraga borishdan oldin 10 daqiqa aniqlashtirish, keyin yarim kun sarson bo'lishdan yaxshiroq. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar, to'lov kvitansiyasi kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida bo'lgani uchun ro'yxatni o'z hududingizdagi vakolatli idoradan aniqlang. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik bo'yicha ariza berish tartibi bo'ladi. Agar hujjat yaroqsiz bo'lsa, uni ham o'zingiz bilan olib boring. 5-qadam, ma'lumotlarni tekshirmasdan imzo qo'ymang. Xodim hujjat rasmiylashtirayotganda sizga ma'lumotlarni ko'rsatadi yoki o'qib beradi. Shu paytda shoshilmang. Ism, familiya otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil va JSHSH raqamini diqqat bilan tekshiring. Mayli. Keyin to'g'rilataman demang. Keyin to'g'rilatish ko'proq vaqt, ko'proq asab va ba'zida qo'shimcha xarajat degani. 6-qadam, agar boshqa hujjatlarda xato bo'lsa, bir vaqtning o'zida reja tuzing. Masalan, diplomda familiyangiz boshqacha, nikoh guvohnomasida boshqa, bankda boshqa, kadastrda boshqa yozilgan bo'lsa, buni bir kunda to'liq yopish qiyin. Lekin ro'yxat qilib chiqing. Qaysi hujjat asosiy, qaysi idoraga borasiz? Qaysi hujjatni birinchi tuzatasiz? Odatda avval shaxsni tasdiqlovchi hujjat to'g'rilanadi. Keyin unga qarab boshqa hujjatlar moslashtiriladi. 7-qadam, chetda yurganlar konsullik bilan bog'lansin. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz, uyga borganda hal qilaman deb kutmang. Siz turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligi rasmiy kanallari orqali tartibni so'rang. Chunki hujjat muddati tugab qolsa, qaytish, yashash ruxsati, ish hujjati, bank yoki migratsiya masalalarida ortiqcha muammo chiqishi mumkin. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday sanalar yaqinlashganda navbatsiz qilib beraman. Jarimani yo'qotib beraman. Pasportni tanish orqali chiqarib beraman. Pulni karta orqali tashlang degan odamlar ko'payadi. Hujjat masalasi faqat rasmiy to'lov va rasmiy idora orqali hal qilinadi. Hech kimga pasportingiz nusxasini, JSHSH raqamingizni, bank kartangiz ma'lumotini yoki SMS kodni bermang. Ayniqsa, yoshi katta insonlarga buni alohida tushuntiring. 9-qadam, 12 iyulni oxirgi daqiqa deb kutmang. Men buni alohida aytaman. 5 kun berildi degan gapni eshitgan odam hali 5 kun bor deb emas, bugun boshlashim kerak deb tushunsin.
Chunki birinchi kuni navbat bo'lishi mumkin. Ikkinchi kuni hujjatingizda xato chiqishi mumkin. Uchinchi kuni qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi kuni to'lov yoki tizim masalasi bo'lishi mumkin. Oxirgi kunga qoldirgan odam eng ko'p qiynaladi. Men sizga oddiy hayotiy misol keltiraman. Bir kishi eski pasport bilan mashina sotmoqchi bo'ladi. Xaridor tayyor, pul tayyor notariusga borishadi. Notarius hujjatni tekshiradi va ma'lumotlar bazasida pasport ma'lumoti yangilanmaganini ko'radi. Shartnoma to'xtaydi. Xaridor men kutmayman deb boshqa mashina olib qo'yadi. Sotuvchi esa hujjat almashtirguncha imkoniyatni boy beradi. Bu yerda muammo davlat idorasida emas, tayyorgarlik ko'rilmaganda. Yana bir misol. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Lekin eski pasport bilan yurgan. Keyin farzandiga bog'cha yoki nafaqa uchun hujjat topshirmoqchi bo'ladi. Tizimda onaning familiyasi eski, nikoh guvohnomasida yangi, bolaning guvohnomasida esa boshqa ko'rinishda chiqadi. Natijada qo'shimcha tasdiq, ariza, kutish va qayta borish boshlanadi. Bularning oldini olish uchun shaxsiy hujjatlarni vaqtida yangilash kerak. Xulosa shuki, eski pasport masalasi oddiy qog'oz almashtirish emas. Bu sizning bankdagi pulingiz, pensiyangiz, nafaqangiz, uy-joyingiz, merosangiz, farzandingiz hujjati, chetga chiqishingiz va davlat xizmatlaridan bemalol foydalanishingiz bilan bog'liq masala. Unga yildan keyin talablar qat'iylashsa yoki amaliy cheklovlar ko'paysa, eng ko'p qiynaladiganlar oxirgi kungacha kutkilar bo'ladi. Shuning uchun men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatingizni tekshiring. Yaqinlaringizdan so'rang. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Ma'lumotlaringizni to'g'rilang va rasmiy manbalardan aniqlik kiriting. Sizda eski pasport bormi yoki allaqachon ID karta olganmisiz? Izohlarda yozing, qaysi hududda navbat qanday hujjat so'rashdi. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta qo'shnilaringizga, ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring. Bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish kimnidir katta sarsonlikdan saqlab qolishi mumkin.